Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu aleyhim neba'ellezî âteynâhu âyâtinâ. Fensalaha minhâ. Ve atba'ahu'ş-şeytânu fekâne minel gâvîn. Lev şi'nâ lerafa'nâhu biha. Velâkinnehu أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah subhanahu va taolo marhamat qilib aytayaptiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga xitob qilyaptiki, tilovat qilib ber ularga. Tilovat qilib ber ularga. Bir kishi haqida kim, unga biz o'z oyatlarimizni bergan edik. Bandalarga Alloh o'z oyatlarini berdi. Diniy ta'limotlarini yubordi. Ana shu oyat belgilarda Allohning bir borligi, haqligi, har bir banda unga iymon keltirishi lozimligi va boshqa barcha diniy ta'limotlar bor edi. Haligi Alloh bergan oyatlar, ta'limotlar bandani o'rab oldi. Lekin banda insalaha minha, haligi oyatlardan sug'urilib chiqib oldi. Ulardan foydalanishga o'tmadi. Ularni o'rganishga o'tmadi. Ularning hayotiga tatbiq qilishga o'tmadi. Balki ularni ichidan sug'urilib chiqib oldi. Salx degan arab tilida qo'yni terisini shilishga aytilar. Xuddi shu shilinganday bo'lib chiqib oldi. Ana endi Allohning aytganini tark qildi. Unga bergan oyatidan foydalanmadi. Qochib chiqib oldi. Nima bo'ldi? Fa'atba'ahu'ş-şeytan. Endi uni shayton o'ziga ergashtirib oldi. Allohdan qochgandan keyin, Allohning oyatidan yuz o'girgandan keyin, ta'limotiga yurmagandan keyin shaytonga malak bo'ldi. Atba'ahu'ş-şeytanu. Shayton uni o'ziga ergashtirib oldi. Fakana minal g'awin. Ana shaytonning ig'vosiga uchganlardan bo'ldi.